O'ylab ko'r, lekin 3 yillik sevgingdan ayrilib qolishing mumkin. Menga farqi yo'q, bosib yuraveraman. Mayli, bos, men uchun qiziq. Mayli, sharoitingga qara. Nomerni ayt. Kim bu? Tanimadim. Xullas, meni tanimaysiz. Ismim Zayniddin, 2001-yilman. Yaqinda Amerikadan kelganman. Shunga ozgina uylanish niyat bor edi. Ammam sizni tavsiya qilgandi. Shunga o'zingizga telefon qilib ozgina gaplashib olay degan. Ha, Amerikada anaqa qilganmisiz? Hozir ham Amerikadami, O'zbekistondamisiz? Yo'q, hozir O'zbekistonga keldim. Faqat Amerikada ishlab, shu yoqlarda bitta bizneslar qilib to'g'irlab qo'yganmiz. Shuni hozir sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, turmushga chiqqaningizdan keyin, to'ydan keyin yana Amerikaga qaytib ketishimizga to'g'ri keladi-da. O'sha narsaga rozi bo'lgan bo'larmidingiz birgalikda Amerikada yashashga? Bo'lmasam-chi, kim xohlamaydi? Orzuyim anaqamish. Bo'ldi, sizni tushundim. Qarang, hozir ozgina shoshib turgandim. Mana shu raqamda Telegramingiz bormi? Ha, bor. Bo'ldi, saldan keyin sizga Telegramdan telefon qilaman, ko'rib gaplashib olamiz. Ha, aytgancha, yigitingiz yo'qmi? Yo'q, yigitim yo'q, yigitlar bilan gaplashishga meni vaqtim yo'q. Yo'q, yigitim yo'q, yigitlar bilan gaplashishga meni vaqtim yo'q. Aha. Charchamang, o'zingizni ehtiyot qiling, men sizga telefon qilaman. Joningni qo'shni oti nima edi? Sevganmisizmi? Bir gap aytaymi? Boshqa sevmayman. To'xta, xatam kurtkangni olib ket.